Kotletlarni duxovkada pishirsangiz quruq va bemaza chiqadi degan gaplarga endi ishonmayman. Chunki bu usulda bir marta tayyorlab ko'rganimdan keyin bir haftada bir marta обязательно shu ovqatdan qilib turaman deb o'zimga va'da berdim. Oddiygina kotlet qiymasini qilib olib, undan odam soniga qarab koptochalar yasab, o'rtasida salgina chuqurcha hosil qilib olamiz va duxovkaga 190 gradusda 20 daqiqaga yuboramiz. Pishgan kotletlarimiz ustidan mayonez surib, sir va pomidorlardan qo'yib, duxovkaga yana 10 daqiqaga 200 gradusga jo'natamiz. Taom tayyorlashingizdan oldin do'kondan eng sifatli va to'g'ri tanlangan mahsulotlarni shahar bo'yicha 7 ta filiali bor bo'lgan shu do'konga kirishingiz bilan o'zingizga nima kerak bo'lsa, o'yinchoq deysizmi, meva deysizmi, nima qidirsangiz bemalol topib chiqib ketadigan Andalus do'konini sizlarga tavsiya qilaman. Endi sizlar ham uyga bozorliklarni Andalus do'konidan qilinglar. Aynan shu do'kondan yarim tayyor malina oshirma xamirlardan olib, dumaloq shaklda yoyib, o'rtalarida shunaqa joylar qoldirib, sirla qo'yib chiqamiz va oldindan qizdirilgan duxovkada 20 daqiqa 180 gradusga yuboramiz. Issiq holida o'zini tayyor souslardan surib, ovqat oldiga chiroyli qilib tortsak bo'ldi. Qarabsizki, 40 daqiqa bo'lmasdan mazali ovqatimiz ham oldida nonlari bilan tayyor bo'ldi. Video opisiyaga yana to'liq hammasini yozib qoldiraman.